futbol mutasaddilari bilan birgalikda hozir futbolchilarimiz oldiga kelishmoqda. Hayajonli lahzalar do'stlar. Olqishlab qo'yamiz. Rasman bu yaxshi kuzatuv. Suratga tushildi va terma jamoamiz Sardorga omad tilangan holda hozir oq yo'l. Bu tarixiy surat bo'ldi. Nasib qilsa terma jamoamiz Krisuf bilan alohida. Nasib qilsa terma jamoamiz mundialda ayni mana shu lahzalarni eslagan holda hali yetmay qoladigan joyida qo'shishadi. Shu soniyalar yodga tushadi. Qo'llov, motivatsiya va qanaqa yuqori darajadagi xayrlashuv yodga tushib turib, deylik zarbaning kuchi ozgina yaxshilanadi. Deylik darvozabonimizning qo'li yetmaydigan joydagi seyv shu mehr tufayli ozgina cho'ziladi va to'pni qaytaradi. O'zbekiston kelayotganligini Kongoga, Portugaliyaga va ayniqsa Meksikada bizni qarshi oladigan, deyarli uyida qarshi oladigan Kolumbiya terma jamoasiga eslatishyapti. Fabio Cannavaro. Rahmat deymiz, minnatdorlik izhor etamiz. Bu qo'llovlar terma jamoamizga AQSh maydonlarida, Meksika maydonlarida juda katta dalda bo'ladi. Juda katta dalda bo'ladi. Unutmagan holatda terma jamoamiz a'zolari nasib qilsa ayni o'sha mundial bahslarini yondirib kelishadi. Bunyodkor chiroyli, a? Albatta. Yanada chiroyli bo'lib ketdimi? Baribir bunday holatda bir sharhga kirayotganim o'zim uchun ham quvonchli, ham hayajonli. Mundialga chiqqanimizdan keyingi birinchi o'yin bo'ladi. Baribir terma jamoamiz ishtirokidagi mana bunday atmosfera, muxlislarning kayfiyati, baribir boya aytgandek chiqdiga mundialga degan fikr, xursandchilik hali ham turibdi. Va shu o'yindan boshlanadi menimcha o'zi mundial. Edmontondan emas, Nyu-Yorkdan emas, hattoki Mexikodan ham emas. Aynan O'zbekistondan boshlanadi. Ranglar jilosi. Boya juda ko'p dalda, motivatsion nutq o'qilgan paytda aynan fan klubga nisbatan aytilgan gaplar men rostdan ta'sir qildi. Sababi ular kurashishdi. Ya'ni terma jamoamiz bilan birga kurashdi degan so'z naqadar haqligini biz Abu Dabida ko'zlarimiz bilan ko'rganmiz, guvoh bo'lganmiz va aynan futbolchilar ham shu narsalarni eshitganligi uchun ba'zi futbolchilar hattoki muxlislarga yordam berish holatlarida ham ko'ringanda, hammasi baribir qaysidir joyda ta'sir qiladi-da. Bir yog' vazifasini bajarib beradigandek ovqatda qaysidir joyni to'ldiradi va ehtimol o'sha 0-0 saqlab qolishimizda, mundial yo'llanmadan qo'lga kiritishimizda o'sha muxlislarga bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklarining munosabati rol o'ynagan deb o'ylayman va bu aynan o'sha jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishdagi birga kurashish hisoblanadi. Birga kurash va nasib qilsin bu yigitlar borishsin. Chunki endi xabarlar bor. Hozirda shu ishlar amalga oshyapti va Kongo terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yin bizda asosiysi muhimi, chunki Atlantada bo'ladi. Atlantaga Kongo qiynalib keladi va shunda bizda ozgina imkoniyat yaxshiroq bo'ladi. Endi u paytgacha ochkolar qanday bo'ladi bilmaymiz. Shu paytda Kongo Respublikasidan bironta muxlis bormasligi haqidagi xabarlarni o'qidik. Bunga sabablar bor, ba'zi kasalliklar bor, yana boshqa jihatlar. Mayli, bu ularning muammosi, lekin bizdan
ozgina muxlis bo'lsa ham Amerikaga borish oson emas. Shundan kelib chiqib aytayapmanki, juda katta qo'llov bilan shu muxlislarni jo'natadigan bo'lishsa, muxlislar boradigan bo'lishsa, biz nasib qilsa hamkasbim Davron Fayziyev bilan birgalikda o'sha yerda sharhda bo'lamiz va sharhda bo'layotgan paytimiz o'sha muxlislarni daldasi kerak bo'ladi-da. Yonimizda bo'lib turishsa, butun O'zbekiston turgandek bo'ladi va bu futbolchilarga qisman bo'lsa ham o'yiniga ijobiy ta'sir qiladi. Albatta, O'zbekistondan ham katta muxlislar armiyasi borishini kutamiz. Mana shunga muxlislar harakat qilishyapti. Bundan tashqari o'sha yerdagi Amerikadagi, Kanadadagi o'zbekistonlik futbolchilar ham garchi ular bir chin yurakdan futbolchi bo'lmasa-da, vatan uchun O'zbekiston terma jamoasi vakillari mana shu mundialda ishtirok etish uchun tashrif buyurayotgani sababli stadionda aynan birga bo'lishadi. O'zbekistondan borayotgan yurtdoshlarimizga ko'maklashishadi degan umiddamiz. Mana shuni so'raymiz albatta. Chunki bu juda katta masshtabdagi musobaqa. Hali ham baribir ko'pchilik mundialga chiqdik, bo'ldi, ishtirok etamiz, qaytamiz deb o'ylashyapti, lekin bu shunchaki musobaqa emas, bu shunchaki futbol emas. Barcha yurt bu musobaqaga boshqacha e'tibor qaratadi. Endi biz birinchi marotaba terma jamoamiz ishtirok etayotganligi uchun ham e'tiborni yuqoriligini ko'ryapmiz. Alohida mana shu joyga chiqqunga qadar ham ancha yaxshi tadbir bo'ldi. U yerda hamkasblarimiz qatnashgan. Endi biz bu yerda sharhga tayyorgarlik ko'rayotganimiz boisidan u yerda yo'q edik. Va o'ylashimcha o'sha yerdagi dalda, o'sha yerdagi chog'lantirish, rag'bat futbolchilarimizni yanada yuksaltiradi. Ozgina stadionni eshitaylik. Muxlislar so'rashyapti, qanday bo'lyapti o'zi muhit degan ma'noda.